Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Shuningdek, Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz. Qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Do'stlar, assalomu alaykum. Videoni o'tib shoshilmang. Bugun biz aeroport Vnukovodan hamda reys rejistri to'g'risida gapirib o'tamiz. Aeroport Vnukovodan biz daqiqalar ketsa bo'ladimi, yo'qmi? Videorolik oxirida ko'rasizlar va reyslar to'g'risida men sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Hozirgi vaqtda juda ko'pchiliklar reyslarga tushib qolibdi. Sabablari juda ham ko'p. Eng oddiy sabablarni sizlarga aytib o'taman. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting va ushbu videoni Rossiyaga reysga tushgan do'stingizga обязательно jo'natib qo'ying. Moskva va Oblastdan Grensiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orishon aka murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog' salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Qo'ying. Oxirgi vaqtda reysga tushib qolibdi odamlar. Bunga asosiy sabab chegaraga kirib chiqib yurishi. Patent bor odam ham chegaraga borib kelyaptim, reysga tushib qolibdi. Bu insonlarni reysdan ochish problema emas, MVDga обращаться qiladi, joyida primat qilib oladi, zavilnasini примерно 15 kunda chiqib ketadi. Lekin ba'zi bir insonlar bor, ular Rossiyaga kelib 3 oy chegara chiqib kelib yuribdi. Ular hozir patent topshirganmi, yo'qmi? Farqi yo'q, reysga tushyapti. Dokument qo'lda bo'lib turib, hamma dokument 100% bo'lib turib, MVDga borib, o'sha yerning o'zidan deport bo'lib ketyapti. Ana shunaqa odamlar bo'lsa, kommentariy yozinglar, necha kishi deport bo'ldi. Juda ko'pchilik mana shunaqasidan deport bo'lyapti. Yaqinda bir akamiz telefon qilgan edilar menga. Dokumentlarni tashlab berdi, ekranga qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Bu odamni patenti 100%. Hammasini vaqtida to'lagan, lekin 1 yilda 2 va undan ortiq shtraf qilganligi sababli bu odam reyestrga tushgan. MVDga borganda joyida bu odam qo'liga mana shu qog'ozlarni berib, ya'niki выдворение qilgan. Выдворениeni yili, kuni, oyi hech nimasi yozilmagan, просто выдворение. Chiqib ketish kerak Rossiyadan, yo 3 yilga yo 5 yilgacha zapret Rossiyaga kira olmaydi. Mana shu holatlar bo'lyapti. Agarda siz ham yoki siz yosh bolangiz ham reyestrga tushgan bo'lsa, biz dokument yurgan bo'lsanglar, dokument qilmasdan yoki registratsiya qilmay yurgan bo'lsanglar, vatanga borib 3 oy turib, 3 oydan keyin kirishlaring mumkin. Va ba'zi bir insonlar bor, chegaraga chiqib kelsa, reysdan chiqib ketadi deydi. Bu narsa mumkin edi to 10 sentyabrgacha. 90-275 qaror ishga tushgan. Buni sizlarga foydasi yo'q. Reysga tushgan odam bemalol chegaraga kirib chiqa oladi, lekin reyslar ochilib ketmaydi. Studentlar, yosh bolalar ham reysga tushyapti. Studentlar misol uchun chegaraga kirib chiqqan, haqiqatan o'qiydi, o'ziga yaqin bo'lgan MVDga обращаться qiladi. Bitta zaявление bilan примерно 15 kun uzoq bilan bir oyda chiqarib tashlaydi. Yosh bolalar registratsiya qildiryapsa yosh bolalarga, lekin registratsiya ba'zida yo'q, shuni hisobiga tushiryapti. Bular ham 3 oy chiqib ketish kerak. Maktabda o'qiydimi yoki sadika boradimi, вообще u narsaning farqi yo'q deb MVD xodimlari o'zi aytibdi. Va reyestrni juda ko'pchilik ochib beramiz deyapti. Agarda noqonuniy yurgan bo'lsangiz, reyestrni qanaqadir qilib qaysi tog'asi ochib berish mumkin, lekin qaytib yana tushib qoladi. Reyestrga tushganlar hozir yangi qaror qabul qilinyapti. O'sha qaror qabul qilinsa, reyestrga tushganlar tushgan kundan aktual insonlarda chegaraga chiqdimi, yo'qmi, farqi yo'q, u reyestr tamom. Faqat vatan ketish kerak bo'lyapti. Va ba'zi bir insonlar bor, ular kasal bo'lgan. Shuni hisobiga patent ola olmaydi, reyestrga tushib qolgan. Rossiya yomon deydiganlarga shu videoni jo'natib qo'ysa, Rossiya yomon emas. Biz takib yurganlar o'zi mana shunday holatga kelib qolyapti. Ошибочный tushgan bo'lsangiz, siz dokumentingiz 100% bo'lgan bo'lsa, reyestrga tushdingiz, qo'rqmasdan boring, sizni bitta zaявление bilan bepul qabul qiladi. Faqatgina shu ko'proq odam bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda siz 1-2 kun vaqtingiz ketadi, chiqib ketasiz, hech qanday problem bo'lmaydi. Videoga like bosing, ushbu videoni reyestrga tushgan do'stingizga обязательно jo'natib qo'ying. Kimnidir gapiga kirib pulga o'shtiraman deb o'tirmasin. Va do'stlar, Metro Kankova 6-liniya 3-xil kelsalaring, shu yerda aviakassa bor. Shu yerda sizga aviabilet kerakmi, через onlayn olmoqchimisiz va bu yerda bezlimit sim kartalar bor, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Siz boshqa yoqdan bizni ko'rib turgan bo'lsalaring, bu Yo'ldosh akaning aviakassasi bemalol через telefon ham biletlarni xarid qilishingiz mumkin, faqat ekrandagi 4242 nomlarga telefon qilishingizdan chiqmasin. Aeroport Vnukovo 23-noyabr 2023-yil soat где-то 6:30. Hozir mana video olinyapti do'stlar. Aeroportga mana archalar qo'yilibdi. Bezdagi met kelganlar, taksida kelasizmi, boshqada kelasizmi?
Mana shu yerda metroga tushish bor yoki metro bilan kelgan taqdiringizda -1 bilan registratsiyaga qarab bo'lsalaring, o'sha yerda osonroq. Juda ko'pchilik kommentar yozadiki, birinchi etajdan kirdim aka, hech qanaqa problem bo'lmadi deydi. Bugun imini birinchi etajdan kirib kursdamiz. Aeroportga keladiganlar, o'tgan yil odam olganimda juda ko'p adashardim, qiynalardim mana shu vaqtda. Taksi zakaz qilmoqchi bo'lsalar, mana liniya A, ko'rasizlarmi? A. Ikkinchisi mana B. Taksi zakaz qilsalar, shu narsaga e'tibor beringlar. Mana stoykalar yozib qo'yibdi. Bu tomonga qarab A6, A5 bo'lib ketgan. Bu tomonga qarab A yoki B bo'lsa, dalish nomlar 9, 10, 11 dalish ketgan. Taksi zakaz qilsalar ham bo'ladi. Hozir harakat qilib, bugun birinchi etajdan kirib, nima holat bo'lyapti ko'rsamiz. Shu videoni bizdagi yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Tak, biz mana kirib oldik, lekin bu yoqda tog'alar o'tiribdi. Va vibration kelib tekshiryapti. Mana do'stlar. Do'stlar, mana o'sha ikkinchi etajdan video olyapmiz. Bu yoqda ham mana turishibdi, lekin unaqa jostqa emas, to'g'risini aytamiz. Mana bugun unaqa jostqa bo'lgani yo'q. Kirib kelgani va vibration bitta-bitta tekshiryapmiz. Mana shu narsalar do'stlar, har bitta kompaniya o'ziniki bo'ladi, kalibrator deyiladi. Mana shu narsa mana обязательно buni razmeriga qaranglar. Shu narsa uchun 7000-8000 dan shtraf qo'yapti. Bu Domodedovoda bo'lib o'tgan Uralni reysi. Bu boshqa UTR. Endi o'sha vaqtda kelib o'lchab, sumkani qo'yib, rasmga qo'yinglar. Agar ichkaridagi shunaqa mashinalar borki, kompaniyalar bu narsani kichkinasi qo'yib qo'yapti ichkariga. Mana men qo'yib rasmga olganman deb dokazat qilib beringlar, shtraf to'lamanglar. 7000-8000 shtraf to'lagan odamlar bor. Aeroport ichiga bismillah deb kirib olgandan keyin do'stlar, mana shu tomonda ham registratsiyaning tablosini ko'rsatib turadi. Juda ko'pchiliklar ichidan kirganda, misol uchun ikkinchi etajda mana shu yerda ham tablo bor, shu yerdan ko'raman deb o'ylaydi. Lekin endi proverka qilib qolishi mumkin. Bizdagi videoga bo'lsalaring, bizdagi kelgan bo'lsalaring, -1 dan liftga o'tirasizlar. Mana liftdan to'g'ri 2 ga chiqib kelasizlar. Ikkinchi etajga chiqqanlaringda misol uchun O'zbekiston havo yo'llari 51-60 stoykada registratsiya ketyapti. Toshkent HE614, tak, Buxoro. Mana. Yana qayer kerak bo'lsa agar, mana vilit. Mana shundan bemalol qidirib topib, shu tomonga qarab, bu tomon bilan aylanib borishlari mumkin. Registratsiya boshlangan, mana registratsiya bemalol odamlar ketyapti. Hech qanaqa qiyinchilik yoki bir nima joyi yo'q. O'zbekiston havo yo'llariga bilet olganlar maza qilib uchadi. Nimagaki? Yuk ko'p. Pastda xohlagan narsani solib ketaveradi. Mana do'stlar, hozir registratsiya bo'lyapti. Registratsiyadan o'tib, qo'liga passajni talon olgandan keyin juda ko'pchiliklar adashar ekan qayerga yurishga. Bu ko'rib turibsizlar 8-17. Внутренний reys. Faqat o'zini внутренний reysdagilar chegolar kirib ketadi. Biz esa основной 18-31 mana yozib qo'yibdi. 18-31 kam mana to'g'riga yursak, mana shu yerdan kirib ketamiz. Ma'lumot o'rnida ko'rsatib qo'yishni maqolda tutdik. UTR aviakompaniyasiga bilet oladiganlar mana ko'rib turibsizlar. 71 dan 80 gacha bo'lgan stoyka UTRni stoykasi hisoblanadi. Har doim mana shu yerdan kelib bemalol registratsiyadan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tgandan keyin to'g'risi 18-31 zilyon koridor. Shu yerdan kirdingizmi, dalish sizni hech kim tekshirmaydi. Spokojno uchib ketishingiz mumkin bo'ladi. Aeroportning boshi, ya'niki boshlanish tomoni havo yo'llari, UTR dalish Pobeda bo'lib ketgan. Pobedaga bilet olganlar 116 dan 127-stoykagacha mana registratsiya ketyapti. Oshga. Buni orqasi esa O'zbekistonga registratsiya bo'lyapti. Hozir mana ko'rsatamiz. Pobedaga bilet oladiganlar yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yerda yuk o'sha o'zi aytgan razmerdan katta bo'lsa, shtraflari bor. Aeroportning oxirgi qismi 128 dan 140 gacha bo'lgan stoykada Pobedani mana Samarqandga, Toshkentga, bu yoqda Shimkent, Almataga reyslar ketyapti. Do'stlar, mana aeroportning oxirgi tomoni bu Pobedaga hozir mana bu yoqda reyslar ketyapti. 128 dan 140 gacha, lekin bu yerda 128 dan 133 gacha Vnuk va Samarqand, 134, 135 bu Pobeda Toshkent, dalshi Shimkent boshqa aviakompaniya registratsiya boshlangan. Mana aeroportni tepadan ko'rinishi, ya'niki Pobedaga registratsiya bo'lyapti.
Bugun aeroportdan aylanib chiqqan bo'lsam agar juda ham tinch va yaxshi o'tdi. Faqat shu kamgina odamlarni qiynaydigani Pobeda bo'ladimi, boshqa kompaniya bo'ladimi? Zo'r havo yo'llari, chunki narxi qimmat bo'lishi mumkin, lekin yuk qancha xohlasangiz shuncha ko'p olasiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu kalibratorga tiqib, ko'rib, keyin qabul qiladi. Kalibrator rasmini bu yoqda boshda ko'rsatib o'tib ketdim. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Videoga like bosib, tarqatib qo'yish eslaridan chiqmasin. Ekranga nomer qoldirdim. Aviakassadan bilet olmoqchi bo'lsalaring, bemalol olishlaringiz mumkin hamda chegaraga chiqmoqchi bo'lsalaring, chegara nomerini qo'ydim. Bemalol telefon qilib foydalanib ishlaringizni bitirsalar ham bo'ladi.